Sizga Alloh to'rt narsani baxt berdi sizga. Bu hazil emas. Davlat berdi. Omad berdi. Baxt berdi. Ka'baning eshigini ochib berdi. Hech kimga ochilgan emas. Menga davlat bergan bo'lsa, menga amal bergan bo'lsa, meni tilagim bitta. Men shu xalqni rozi qilsam bo'ldi. Ruxsat berasiz menga. Ataga umid qilgan. 90 ga kirganman. Men yoshimdan ham siz yuqori oling. Men siz o'ptimni kiyasiz. Qaramoq bo'laman. Menga yarashdimi yo'q? Shuncha yildan ilohim tanjoli sog' bo'lsin. Hamma xalqimiz baxtiga sog' bo'ling. Umringiz uzun bo'lsin. 100 asrlar ko'ring. Sizni dinoringizni doim tezlarda ko'raman. 95 ga kirgan onam duo qiladilar. Ilohim sog' bo'ling. Mana shunday katta obodonchilik ishlarini, katta bunyodkorlik ishlarini kim qildi deb mendan so'rasam, shu xalqimiz qildi, sizlar qildingiz. Ta'zim qilamiz. Menga shunday hurmat ko'rsatib, menga shunday aytaylik katta e'tirom ko'rsatib, mana shu yerda to'planib turganingiz men uchun juda katta baxt. Siz yoshingiz nechida? 17da. 18da beradimi? Men jonim bilan sizga istisno tariqasida prava berishga ham tayyor edim, lekin prezidentdan haqqi yo'q bunaqa qonunlarni buzishga. Nasib etsin, bir yil ichida